Viloyatimizda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan ishlar izchil davom etmoqda. Soliq xizmati organlari tomonidan o'tkazilayotgan o'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilib, bu borada tadbirkorlar bilan muloqotlar o'tkazilyapti. Hozir shu haqida. Surxondaryo viloyati soliq xizmati organlari tomonidan yashirin iqtisodiyotning oldini olish va soliq intizomini mustahkamlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan taqdim etilgan soliq hisobotlari ichki va tashqi manbalardagi ma'lumotlar bilan taqqoslanib, soliq xodimlari tomonidan tahlil qilib borilmoqda. Hisobotlarda tafovutlar aniqlangan hollarda tadbirkorlar bilan muloqot o'tkazilib, tushuntirish ishlari amalga oshirilyapti hamda zarur hollarda amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Ana shunday tahlillar natijasida joriy yilning birinchi yarim yilligida viloyatdagi 704 ta korxona tomonidan elektr energiyasi iste'mol qilingani qayd etilgan bo'lsa-da, mazkur korxonalar soliq hisobotlarida tovar aylanmasini 0 deb ko'rsatgani aniqlandi. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan taqdim etilgan hisobotlar o'rganilganda va tahlil qilinganda tovar aylanma amalga oshirgan bo'lsa-da, lekin hisobotda 0 ko'rsatilgan holatlar aniqlanmoqda. Ushbu kamchiliklar bo'yicha tadbirkorlarga xabarnomalar yuborilib, tushuntirish ishlari olib borilyapti. Buning natijasida qayta hisobotlar olinib, budjetga qo'shimcha mablag'lar aniqlanmoqda. Ayni paytda mazkur holatlarni bartaraf etish, soliq hisobotlarining haqqoniyligini ta'minlash va qonunchilik talablariga rioya etilishini kuchaytirish maqsadida soliq xizmati organlari tomonidan tadbirkorlar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda.